Mana do'stlar, London. Yo, assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Короче, bugun YouTube'da yangi birinchi vlogim bo'ladi. Birinchi emas, to'g'ri Angliyada birinchi vlogim bo'ladi. Hozir Angliyaga kelganimdan beri biron marta bormagan joyga boraman, ya'ni Londonga. Cambridge'daman. Cambridge'da o'qish bilan kelganman Angliyaga. Bilmagan bo'lsa aytib ketay. Bar birinchi videom bu, почти. Shuning uchun bugun YouTube'ga vlog qilishga qaror qildim. Sizlarga ham ulashaman. Qayerga boramiz, nima qilamiz? Menimcha shu ko'pincha default bo'lgan joyga, ya'ni Tower Bridge, yana boshqa joylarga boramiz. Westminster Street. Hop, eng qiziqarli narsa osh bilan somsa yeymiz. O'zbek kuxniyadan, o'zbek oshxonasidan to'g'rirog'i. Dronni qaranglar. Shu. Sizlarga YouTube'ga video qilib, shuni ko'rsatib beraman. Qani nima qilamiz, qanaqa qilib boramiz, nima bilan boramiz. Osh qanaqa ekan, fikrlarimni aytaman yeb. Yeganlarimni video qilaman. Qani, bo'lsa ketdik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turishda bo'ladi aytganda. Yeysan. Ana Samarqand osh. Samarqand osh markaziga do'stlar keldik. O'zbek bilan qaraydi. So'q qo'yishgan. Tapchanlarda ovqatlanamiz. Sizlar bilan menyuni ko'ramiz. O'sha tapchanlarimiz osh yeymiz va somsa bilan sekin menyuni ko'rsatamiz. Shu narsalar bor ekan. Hozir osh aytamiz endi bizlar. Tushundik. Bo'ladi. Sal endi oxirida o'zingiz suzasiz. Abloshkadan ham men turishim. San turishing kerak. Abloshkada men turay bunday qilib. Marhamat. Somsadan boshlab turamiz. Sovuqchalari bilan. Oh, Yoqimli istasa. Olib kelay yana. Bo'ldi, muammo yo'q. Sen somsa yeb ko'ramiz hozir. Somsamiz keldi. Sekin tugatdik somsani. Endi keyingi navbat oshga. Salata olib kelay. Olib kelarsiz, salfet keling. Sizcha hamma narsa bor. Sal yaqinroq o'tiraylik. Hamma feelingi. Mana osh ham tugadi. Ha, ocham tugadi. Hammasini beko'z bilan soya deb qo'ydim. Oshiga qo'yib kelasiz. Sekin mana
ishdan ham chiqib oldik. London sarguzashtlari davom etadi. Endi bu yog'iga o'sha hamma turistlar borib rasmga tushadigan joylarga boramiz. Xudo xolasa bu yoqdan ham sizlarga rasm videolar ketyapmiz Westminster. Olyapman. Buramızda ana Big Ben mi? Held on as tightly as you held on me. Hattarligini. Held on as tightly as you held on me. Ma bu nima? Battle of Oh, gitti çalındı. Ana London'u, ana Big Ben. Hop, Big Ben oldidan hozir yaxshiroq ko'rinadigan joy bor ekan. O'sha yerga ketyapmiz. Naraqda zo'r. Ketdik. Telefonga Londondamiz, London. Ha, bilsanglar bo'ladi. Ana hamma turistlar kelib rasmga tushadigan joy. Ana London.
Oxford Streetga boramiz hozir. Londondagi sayohatimiz tugadi deb hazillashgan ekanman. Tugamabdi hali. Qaranglar chiroyliligini. Wow. Toshkentni eslataveradi-da mana bu joy. Ajoyib. Ketdikmi? Men BMW'larni qarab turishim. Ne? Oh man, taksidan. Oh man, mes. Cambridge'da biron marta signal eshitmagandim. Londonga kelib eshityapman, bir-biriga bosgan. Shahar ajratma. Ne viloyat ajratma? Mana bu svetofor emasmi? Ketdi, nima qilasizlar? Sen Londondasanmish. Qaranglar. Ulardan birinchi o'taman. Hazır. Siz o'shan tezroq yursangiz bo'lmaymi aka? Mana bu men kimniki o'zim yomon yangish. Ana do'stlar, Londonda Times Square'ga keldik. Ko'rishlar mumkin. I don't wanna seem ungrateful, God, but I don't wanna be here. I got some things to get off my chest, but maybe it's best I keep it a secret. 31st December, the 1st of Jan, same shit, I don't care about the new year. New house somewhere that ain't poverty driven, it's mad in the Yo, served the pregnant lady, it fucked on my head, couple things I regret trying to. Ana do'stlar, Londondagi sarguzashtlarimiz ham tugadi. Sizlar ham bitta narsa shu, like, подписка bo'ldi. Hech nima kerak emas. Kommentariyada qanaqa plus, qanaqa minus, qanaqa xatolar, ya'ni menda qanaqa xatolar bo'ldi video qilganda, ya'ni nimalar qo'shay, nimalarni kurs beray Angliyada sizlarga. Shuni yozsanglar, kelajakda YouTube'ga yana yangi videolar qo'yib boraman. Lekin videoga olib hamma yoqda videoni tugatib ketyapmiz. Life don't come with retiring plans, it will come to an end in unfortunate ways. No such thing as positive thinking when you're locked in, it feel like a maze. Often lose faith and forget to pray. You don't wanna land on the wing with the guys. Why? Cause they might melt your face. Cuz got hit with the 8. Why? Why would he care about some extra days? I don't wanna seem ungrateful, God, but I don't wanna be here. I got some things to get off my chest, but maybe it's best I keep it a secret.